Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, juda ham oson uslubda karamelli popkornni tayyorlay olasiz. Birinchi bo'lib, Chorsu bozoridan sotib olingan jo'xorilarni yog' va sariyog' aralashmasiga solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin bo'lsa baland bo'lmagan o'rta olovni yoqamiz va qozon qopqog'ini yopamiz. 3 daqiqadan so'ng jo'xorilardan popkornlar otilib chiqishni boshlaydi. Olovni baland qilib yubormaymiz, oxirigacha jo'xorilar otilib chiqishini kutamiz. Natijada siz xohlagan dumaloq popkornlar ham tayyor bo'ladi. Endi navbat karamelga shakar va suvni aralashtirib, o'rta olovda karamel holiga keltirib olamiz va sovutib, sariyog' solib yaxshilab aralashtiramiz. Men o'zim karameli ko'p bo'lgan popkornni yaxshi ko'raman. Aynan shu uslubni sizlarga ham tavsiya qilaman. Kino ko'rib, popkorn yeyishga hech narsa yetmaydi. Shuning uchun bu videoni kinoni yaxshi ko'radigan tanishlarga tashab qo'ying. Karamel pishirilgandan so'ng skоворodkalar juda ham og'ir ahvolga kelib qoladi. Bunda hammamizga tanish bo'lgan azlit antijir yordamida bemalol tozalab tashlasak bo'ladi. Gloss esa har qanday rakvinalarni kirdan tozalashga yordam beradi. O'zim restoranda shef oshpaz bo'lib ishlaganim uchun tozalik men uchun birinchi o'rinda turadi. Buning uchun Gras kompaniyasiga alohida minnatdorchilik bildirib qolaman. Sizlar ham albatta bu retsept asosida popkorn tayyorlab ko'ringlar.